Tilada ishlaydigan treyderlar diqqat qiling. Hozir men sizga bir usulni o'rgataman. Albatta tahlillaringizda sinab ko'ring. Bu oltinni 5 daqiqalik time frame'dagi grafika. Mana bu bozorning eng pastki nuqtasi. Bozor shu yerdagi likvidlikni yig'ib oladi va shu nuqtadan yuqoriga harakat qiladi. Buni butun dunyo biladi, ammo bozor ushbu likvidlik nuqtasini yetib kelishdan oldin qanday maksimumni hosil qilish kerak? Buni aniqlash uchun price range konsepsiyasidan foydalanaman. Bitta detalga e'tibor bering. Mana bu bozorning past nuqtasi. Shu yerda bozor yuqoriga ko'tariladi, keyin yana pastga qaytadi. Ammo likvidlikni hali ham yig'ib olmadi va endi yana yuqoriga o'smoqda. Bu likvidlikni hali ham olinmagan. Uni aniqlash uchun biz narx diapazoni, price range vositasini olamiz. Uni mana shu minimumdan mana shu minimumgacha qo'yamiz. So'ng uni yuqoridagi mana shu maksimumga ko'chiramiz. Xo'sh, keyin nima sodir bo'ladi? Bu yerda qancha likvidlik kutayotgan bo'lsa, xuddi shuncha likvidlik u yerda ham kutayotgan bo'ladi. Bozor aynan shu darajadan pastga tushadi. Likvidlikni yig'ib oladi va shu yerdan yana yuqoriga harakat qiladi. Bu juda oddiy konsepsiya. Agar uni batafsilroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, shunchaki izohlarda plus qoldiring.